Assalomu alaykum dada. Alaykum assalom o'g'lim, tushunmisan? Shurisan o'g'lim. Shu kunlarda ukang ko'zim oldidan ko'p o'tyapti. Bir ko'chalar surishtirib, uyga bordingmi? Ha dada, ukamni oqtarmagan joyim qolmadi. Uygacha bordim, uylari ham qulib, telefonlari ham ochiq. O'g'lim, shu kunlarda kunlarim ham alg'u-dalg'u. Ko'nglim rosa ham g'ash. Bola tushmagur. Qalar yuribdikin ha. Dada, mencha o'sha kichkinangiz o'ylaverib siqildingiz. Yurgandir, taqatlardir. Bo'lsam men ko'cha boshiga chiqib mashinamni yuvib kelay. Erta yozgina ishlarim bor edi. Bular baqa. Aka olib kelavering baqa. Yo'q, bitta nima qilyapsan? Ishlaymish qil. Aka, o'sha paytlari sizda bo'lsa, otamni norozi qildim. O'shani kasr uryapti shekilli aka. O'sha paytlari men senga aytgandim, o'zing yig'ib olganda. Ha, kech bo'lsa ham tushunib yetibsan, mayli. Ha, Said akami gapida ham jon bor. Ekanmi? To'xta. Shuncha ishlardan keyin qanaqa qilib akamning yoniga boraman? Ishi? Yo'qmi? Yo'q-ku. Uka, buni joylarda nima qilib yuribsan? Qanchadan beri seni qidirib yuribman. Yur uyga boraman. Yur, kel. To'xtang aka. Dadam yuzlariga qanaqa qarayman? Xavotiraman. Kunni seni o'ylab siqilarlar. Seni kutyaptilar. Yur. Ya, o'g'lim, Diyorjon. Dada, Bir paytlar yelkada ko'targan o'g'li bugun esa tosh otdi, yo'qdir